Assalomu alaykum. YouTube chorva ishqibozlari Ilg'or korxonasidan universal yangilangan apparatda bug'doy oyani chiqarib ko'rsatib beramiz. Undan oldin apparatimizni ozgina tanishtirib o'taman. Motori alyumin motor bo'ladi. Originalidan alyumin motorda puruk yo'q. Hop, endi buni ichiga keladigan bo'lsa, asosiy yuragi bo'ladi. 4 ta pichog'i bor. Diskli variantda. Setkani qo'y bopidan qo'ydik. Mayilligiga o'zidan e'tibor berasizlar. Hozir chiqarib ishlatib natijasini o'zlar guvoh bo'lasizlar. Qani operator o'ta. Ha, bismillah. Mana natijasi mayin setkada yem holatiga olib kelib qo'ydi. Bemalol bunga endi silosni aralashtirib yem qilib bersa ham bo'ladi. Bu eng mayin setkasida chiqdi. Apparatimiz bundan arzon variantlari bor. Arzonligini farqi motorida bo'ladi. Bu apparatimizning narxi 2.600.000 so'm. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish bemalol aloqaga chiqib olasiz.